Assalomu alaykum. Mana biz aynan o'sha Oqsaroy yonida turibmiz. Kecha tariximiz chala qolganda nima uchun Muhammad Yusuf Tabriziy Oqsaroy qurilishida g'oyib bo'ladi? Buni sababini aytib o'tamiz. Nima uchun aynan g'oyib bo'lish haqida, nima uchun usta qochib ketgan? Kommentariyada ko'pchiliklar bu haqida fikr bildirgan, ko'pchiliklar o'sha aytgan fikrlari to'g'ri. Bu Oqsaroyda nima uchun qochib ketgan? Endi bu yerga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana bu birinchi ayvoni Oqsaroy birinchi ayvoni 51 metr balandlikda qo'shilgan. Ikkinchi ayvoni 30 metr balandlikda. Mana bu ikkinchi ayvoni ikkalasi tutashgan qismi 30 metr balandlikda. Va uchinchi ayvoni mana bu qism ayvoni hisoblanadi. Mana bu qismni o'sha uchinchi ayvonni ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu qismi aynan shu yerda tarixiy voqea bo'lgan o'sha Muhammad Yusuf Tabriziy Amir Temurda aynan shu uchinchi ayvonini oldiga olib keladi. Muhammad Yusuf Tabriziy qochib ketgandan so'ng 2 yildan keyin oradan 2 yil o'tib Amir Temur yonlariga keladi va Amir Temur juda g'azabga o'tgan bilan Muhammad Yusuf Tabriziy jazolanishi kerak bo'ladi. Jazolashdan oldin Muhammad Yusuf Tabriziy Amir Temurga shunday dediki, "Olampanoh, yuring, Oqsaroy yonida o'sha qochib ketganimning sababini sizga aytaman o'sha Oqsaroy yonida." deydi va aynan Amir Temurda aynan shu qismga olib keladi, 3-darvozaga olib keladi va tepada 5 metr uzunlikda juda katta zanjir ilib ketgan bilan Muhammad Yusuf Tabriziy o'sha ketishidan oldin mana olampanoh bu zanjir meni boshimda tegib turardi. Endi qarang, yelkamdan pastga tushibdi. Endi siz aytgan saroyni bemalol qursak bo'ladi va siz aytgan saroy bundan keyin ham 1000 yil turadi deb juda ham chiroyli ta'rif etadi. Muhammad Yusuf Tabriziyni bunday qilishining sababi o'sha Oqsaroy cho'kkan, o'sha chunki Amir Temur juda shoshqaloq inson bo'lgan. Tarixda ham ma'lumki, bir tarixiy manbada keladiki, Amir Temur yurish vaqtida bir kampirni uyiga mehmon bo'ladi-da, o'sha Amir Temur qani xalq men haqimda nima deydi deb bir kampirni uyiga mehmon bo'lganda, kampir xursandchilik bilan kutib oladi. Amir Temurni oldiga o'sha mehmon qo'yib dasturxon yozadi va yoniga issiq ovqat olib keladi. Bolajonim, mana issiq ovqatdan ichib ol deganda Amir Temur tez ovqatni ichadi va o'sha tili kuyib qoladi, va tillari kuyganda o'sha "Ey bolajonim" deydi kampir, "buncha shoshqaloqsan Amir Temurga o'xshab. Shu ovqatni o'zing yeysan-ku, boshqa yemaydi, o'zing yeysan. Shoshmaganingda tiling kuymasdi" deydi. Bundan ham bilamizki, Amir Temur juda shoshqaloqga Muhammad Yusuf Tabriziyni Oqsaroy qurilishiga tezlashtirish maqsadida, shu uchun ham Muhammad Yusuf Tabriziy qochib ketgan. Agar qochib ketmaganda Oqsaroy qurilishini tezlashtirardi va Oqsaroy 2 yilga bormas qulab tushardi deb Muhammad Yusuf Tabriziyni o'zi o'sha javob tariqasida aynan shu so'zlarni aytib o'tadi.